Bahor. Garderobingizga jiletka qo'shish uchun ajoyib vaqt. Zamonaviy ko'rinish uchun nima kiyish va qanaqa tanlash kerak, hozir aniqlaymiz. Smart casual va casual stiliga jiletka zo'r qo'shimcha bo'ladi. Polo klassika shim, yengi uzun yupqaroq sviter yoki ko'ylak bilan elegant bir bitta obraz yasasa bo'ladi. Va kundalik kiyish uchun bo'lsa, jinsga qo'shsak bo'ladi. Jiletka har xil matodan bo'ladi va bahor boshiga 10-15 gradus bo'lganida yupqa shers yoki kashmir jiletka to'g'ri keladi. Paxta yoki poshovka material ham bo'lishi mumkin. Ranglari och va tabiiy bo'lib, bahor havosiga to'g'ri kelsin. Ulardan bejeviy rang, havo rang, kafeni yoki zaytun bo'lishi ham mumkin. To'q ranglarni bo'lsa, qish sezoni o'ziga qoldirgan yaxshi. Narxi qimmat bo'lib, qolibi sizlarga to'g'ri kelmasa, ko'rinishingiz buziladi. O'shanga ustingizga jiletkani qolibi siz ustingizda sal sabonroq joylashishi kerak. Uzunligi belgacha yoki beldan sal pastroq bo'lsin. Juda kaltasi, juda uzuni sizlarning siluetingizni buzib qo'yadi. Xulosa, jiletkani har bir stilga moslasa bo'ladi. Eng asosiysi bu yerda to'g'ri fason tanlab, to'g'ri kombinatsiya qilsa bo'ldi.